Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun Toshkent shahar Bektemir tumani Yangilanish ko'chasidan 202 soti, to'rxona plus podvol qora ishlari hammasi qilib bo'lingan ekan. O'zlari uchun qurgan ekanlar. Endi ozgina malarkaga yetmay qopti. Ketgan narxiga berib yuboraman deyaptilar. Ancha arzonga berib yuboradilar. Bu zo'r mahalla bo'ladi. Mahallani qaranglar, kengligini, bog'cha, maktab muammo emas. Pasti egasini nomeri bemalol aloqaga chiqinglar, barter deysizlarmi, qanaqadir variantlarni taklif qilmoqchi bo'lsanglar, pasti egasini nomeri, eshiklarni ham yangi qo'ydiribdilar. Двойной eshiklar. Eshiklarning o'zi palon so'mli eshiklar. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga qaranglar, har bir bandaga nasib aylasin. Zo'r. Eshik romlarni qo'ydirib qo'yganlar o'sha. Hovli stashga, bu yoqda sanuzel xona o'pishi, gaz, svet, suv muammo emas. Podvolni ham bitta ko'rsatib yuboringchi. 5 metrdan oshiq podvoli bor. To'g'ri 380 ga 5,5 metrli. Bemalol sex qilasizlarmi, nima qilsanglar bo'ladi. Pasti egasini nomeri, bemalol aloqaga chiqinglar. Shaxsan sizda ham 3-4 xonali domingiz bor, 9-etaj, 8-etaj charchagan bo'lsangiz, sizga ham shunaqa uy joy kerak bo'lsa, O'zbegim uylari xizmat qiladi. U uylarni sotamiz deb, mana bunaqa uy joylardan topib beramiz, pulingizga yarashasini. Bismillahirrohmanirrohim. Kirvurish kengina koridor, половое отопление. Hamma yoq 100% половое отопление и plus radiatorlar ham qilgan ekanlar. Qaranglar, butlarni oshxona, hamma qora ishlari qilib qo'yilgan. Patolog bilan malyarkani qilib yuborsanglar bo'ldi. To'g'rida bu yoqda mehmonxona. Mehmonxona ham 5 metrdan oshiq, to'g'riga 5 yangi plitalar tashalgan, hamma yoq plita. Pasam plita, tepa ham plita. Общий sanuzel xonasi. Qani chirog'i yonarmikin? Bundoq qilsa yonishi kerak. Bu mana chiroqlari ham bor. Keling, operator. Bu yoqda kattalar uchun yotoqxona, ichida sanuzel xonasi bilan. Общий 4 ta xonamiz. Kattalar uchun yotoqxona, bu yoqda orqasida havo almashish uchun tashalgan, suvolarni ham qaranglar boplashibdimi? Har bitta xonaga radiatorlari, ana ataplenlarniki bor. Endi malarkada xalaqit qilmasin yechib qo'yishgan. Mana radiatorikini ham qilib qo'yishgan. Eshik romlarni eng zo'rlaridan qo'yilgan. Shaxsan sizga eshik romlar kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing. Qatta nech pulga yasattirayotgan bo'lsangiz, ancha arzonga yasattirib beramiz. O'zbegim uylariga qarashli seximiz ham bor. Bu ham kattalar uchun yotoqxona mana. To'rga to'r. Pasti egasini nomeri, gaplashinglar, startoviy narxini, bu uy joylarni 100 ming deyishyapti. Endi egasi aytaveradi. Shaxsan siz nech pulga bergan bo'larsiz? Yangi mahalla, zo'r, hamma ishlar qilib qo'yilgan, gaz, svet, suv ulangan. Ataplenyalarni ham hammasini katyol qo'ysangiz bo'ldi ekan. Xohlasangiz, kelsangiz hammasini bitqizib ham beradilar. Mana pasti egasini nomeri. Egasi 100 ming so'rayapti, endi so'raveradi. Kelingda yopishib oling, 80, 90, 70 deb yopishib olinglar. Variantlar ham bor. Balkim yarim yolchisini beraman, yarim yolchisini oyma-oy beraman desanglar ham balkim ko'nishar. Aloqaga chiqib ko'ringlar. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Shu videolarni yaqinim bo'lsangiz, agar tarqatib qo'yingmi Telegramda, kimdir uy joyli bo'lib qolsin. Ketdik.